Milano turar joy maskaniga kelganmiz. 3 xona 100 kvadratli xonadonimizni obzorini qilib ko'rsatamiz. Ikkita sanuzeldan iborat. Yakkasaroydan uy qarab yurganlarga bu videomizni yuborib qo'yinglar. Xo'p do'stlar, demak obzorni boshlaymiz. Qaranglar. Bu bizni zal qismimiz bo'ladi, ya'ni zalchamiz kichkinagina qilib sharoit qilib qo'yilgan. Hozircha mexki mebelni joylashtirib qo'yishgan va bu yoqqa esa televizorlarimiz bor, jurnalist stullarimiz bor, hurmatli obunachilar. Endi sizlarga detskiy xonamizni ko'rsataman. Mana detskiy xonamiz, ko'ringlar. Bolalar yotoqxonasida hozircha bitta divan o'rnatilgan. Kerak bo'lsa, mana bu yoqqa joyimiz bor. Yana bitta qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Kartinkalari va mana bular bor, hammasini albastrdan shu yerda ustalar o'zi quyishgan ekan va bolalar xonasini balkon qismi ham bor. Endi kelinglar. Xo'p do'stlar, endi kattalar spalnisiga kiramiz. Mana kattalar yotoqxonasiga ham yaxshilab ahamiyat berasiz. Juda ham kenggina bu xonadonimiz, ya'ni bu xonamiz. Spalnilarimiz ham eng sifatli spalnilar ishlatilgan, kartinkalarimiz, biralarimiz. Men yaxshi ko'rgan narsa biralar, doim buni ko'p ta'kidlab o'taman. Va bu yoqda o'zining shkaf qismlari, mana vishirkalari bilan bor, hurmatli obunachilar. Ko'rishinglar mumkin, juda ham hozirgi kundagi eng sifatli mebellar bilan jihozlangan bu xonamiz va bu yoqda esa suvenirlarimiz ham bor. Ayollarimiz uchun komodlari bor. Yoqib qo'ysangiz chiroyli bo'lib turaveradi va bu yoqda aytganimdek albastrlarni mana ustalar shu yerda o'zida quyishgan. Bu juda ham katta mehnat talab etadi, bilasizlar. Endi kelinglar, sizlardan koridorimizni qaranglar. Koridorimiz ham uzunginada va bu yoqda bu uyimizning umumiy sanuzel qismi joylashgan, ko'rishinglar mumkin. Va kafellarimiz, bu kafellarimiz hammasi bu yoqlar to'pli pol bo'lgan. Mana shu yerdan bu yoqqacha oshxona hammasi to'pli pol bo'lgan va bu yoqdagi dekorni qilib albastr aytdik-ku, qo'l mehnatidan qilishgan va bu yoqda bizni hojatxonamiz joylashgan. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, endi ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan joyi oshxonaga keldik. Oshxonamizda gaz plitalarimiz bor, moykalarimiz va bu yoqda Hoffman texnikalari o'rnatilgan va kuxinniy mebellarimiz ham joylashtirilgan, ko'rishinglar mumkin va bu yoqda mikrovolnovka va gaz pechlarimiz joylashgan. Bu yoqqa katta 45 talikmi, 65 talikmi televizorda o'rnatib qo'yishgan. Va choy ichib o'tirish uchun hozircha 6 talik stol qilingan. Mana ko'rib turibsizlar, bemalol bu yoqqa 8 talikni qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda kartinkalarimiz ham bor. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 100 kvadrat. Milanoda joylashgan bu xonadonimizning narxi 178 ming kelishiladigan joyi bor. 100 kvadrat, katta kvadratli uy qarab yurganlarga bu videomizni yuborib qo'yasizlar-da va videomizga like chani bosib qo'yasizlar. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz.